Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugungi ko'rsatib o'tadigan xonadonimiz Mirzo Ulug'bek tumani, ko'rib turibsizlar, Oltintepa ko'chasida yo'l yuzida joylashgan 2,5 sotik yer maydoniga ega bo'lgan 400 metr kvadrat yashash maydoniga ega bo'lgan xonadonimiz srochniy egalar tomonidan sotuvga qo'yilyapti. Niyat qilganlar har bitta ko'rib turgan obunachimizga kamida shunaqa uylarda yashash nasib qilsin deganlar, like ayamaysizlar degan umiddaman. Xonadonimizga kirib oldik. Asosiy kiruvchi eshigimiz bemalol bitta mashinani qo'yib qo'ysanglar ham bo'ladi. Avtomatik darvoza qo'yib qo'ygan ekanlar. Tashqariga ham bemalol bitta mashinalarni qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Alohida o'zini kilitli eshiklari mavjud. Yozda bemalol dam olib o'tirish uchun stullariga ham ega. Asosiy xonadonimizni mana shu glavniy eshigimiz orqali kiramiz. Kirishimizdan oldin xonadonimizda tashqi fasadlarga bitta baho berib, like ayamaysizlar degan umiddaman. Asosiy kiruvchi eshigimiz ko'rib turibsizlar, sizlarni chiroyli hol kutib oladi. Xonadonimizga eng sifatli mebel texnikalardan ishlatganman deyaptilar. Ko'rib turgan, ko'rsatadigan barcha mebel texnikalar joyida qoladi deyaptilar. Chap qo'ldan boshlay qolamiz. Ayollarimiz uchun eng kerakli xonalardan bittasi oshxonamiz bo'lyapti. Qaranglar, mebel texnikalarni hammasini italyanskiy mebellardan olib kelganman deyaptilar. Ayollarimiz bo'lsa, ko'rib turibsizlar, like ayamaysizlar degan umiddaman. Faqat shu bitta ko'rib turgan xolodilniklar va televizorlarni hammasini xonadon egalari aytayaptilar, olib ketaman deyaptilar. Bu yerda ham bemalol xona sifatida qaranglar, ovqatlanib turish uchun alohida o'zini joylariga ega. O'zini kirish mashinalari, gaz plita, vitishga hammasidan qo'yib qo'yganman deyaptilar. Tayyor kirib yashashga. Mehmonlar kutadigan zalimiz bo'lyapti. Zalimizga qaranglar. Mebel texnikalari, aboylari vafchi menga to'g'risini aytsam, bu xonadonimiz yoqyapti. Ko'rib turgan barcha mebel texnikalar shu joyda qoladi deyaptilar. Даже mana qaranglar, pianinogacha ham shu yerda qoladi deyaptilar. Keyingi xonamiz birinchi etajimiz uchun mo'ljallangan spalnimiz bo'lyapti. Tashqariga qaragan havo aylanib turish uchun o'zini oynalariga ega. Birinchi etajimiz uchun mo'ljallangan. Hamma joyimizda общий sanuzelimiz ham bor. Qaranglar. O'zini alohida dushavayasi bilan. Ikkinchi etajimizga ham ko'tarilib oldik. Qaranglar, oynali burchagimiz. Bu joyimizda 3 ta xonani tashkil qilyapti. Qaysi xonadan boshlaymiz? Ota-onamiz uchun mo'ljallangan spalnimiz. Bu ko'rib turgan barcha mebel texnikalar, ko'rib turgan konditsionerlar joyida qoladi deyaptilar. O'zini alohida sanuzeli ham mavjud. Bitta ko'ringlar, o'zini dushavayasi bilan. Keyingi xonamiz bolajonlarimiz uchun mo'ljallangan alohida xonamiz bo'lyapti. Buni ham xuddi shunaqa tashqari qaragan katta oynalari bor. Konditsionerlari qaranglar joyida qoladi. Bu yerda barcha mebel texnikasi joyida qoladi deyaptilar. Va oxirgi xonamiz, oxiriga mehmonlar kutadigan zalimiz bo'lyapti. Zalimiz qanaqa chiqqan? Kommentariyada o'zingizlarning fikringizni qoldirib, like bosingizlar chiqmasin. Shu joyga bitta narsani aytib o'tib ketdik. Sizlarga Toshkent shahardan, Toshkent viloyat bo'ladimi? Biz oy oxirigacha aksiya qilganmiz. 700 ming so'mdan reklama qilib qo'ydik. Bemalol pastda nomerlar qoldiramiz. Avoqaga chiqsanglar, biz bilan bog'lansanglar, xuddi shunaqa uylar bo'ladimi, yeringlar, do'minglar bo'ladimi? Chiroyli qilib reklama qilib beramiz 700 ming so'mdan. Va oxirgi xonamiz общий sanuzelimiz bo'lyapti. Barcha texnikalari qo'yilgan. Yerto'la qismiga tushib oldik. Ko'rib turgan barcha mebel texnikalar, tennisni stolni ko'rib turgan hamma narsalar joyida qoladi deyaptilar. Yerto'lamiz ham bu joyimizni bemalol bitta xona sifatida foydalansanglar ham bo'ladi. Zo'r joyga keldik. Bu joyimiz xonadonimizni yerto'lasi joylashgan basseyn qismimiz bo'lyapti. O'zini qaranglar, finskiy saunalarni qilib qo'ygan ekanlar. Faqat ishlatilmagan ekan. Ozgina o'tini ko'rib olsanglar, ishlatsanglar ham bo'ladi. Burchakdagi xonamiz kladovka uchun alohida joy qilib qo'yganman deyaptilar. Basseynimizdan chiqib alohida yuvinish xonasi ham bor.
ko'rsanglar bo'ladi. Hozir endi kladovka qilib ishlatyapman, deyaptilar. Ushbu xonadonimiz agar kimga yoqqan bo'lsa, pastda egalar nomerini yozib qo'yamiz. Aloqaga chiqib, chiroyli o'zingizlar baraka qilsanglar bo'ladi. Kanalimizga obuna bo'lib, like bosib, kommentariyada o'zingizlarning fikringizni qoldirish esingizlardan chiqmasin. O'zingizlar ehtiyot qiling.